أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hürmetli qarindoshlar, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Tanqihul Usul nomli darsligimizning 13-darsi, ya'ni usul fiqh darsligining 13-darsi. Biz oldi bilan darsga kirishdan avval bu darsning oldingi darsning mazmunlaridan bir oz to'xtalib o'tib ketaylik. Biz hozir turayotganimiz om babida umumiy so'zlar bo'limida turayotimiz. Endi biz umumiy so'zlarniki so'zliklari, shakllari haqida bo'limiga kelgan edik. Biz bu bölümde oldingi darsimizda so'zlab o'tganimiz bo'lsa, omning shakllari, ya'ni so'zni, jumlani umumiy so'zga aylantirilgan, umumiy jumlaga aylantirilgan so'zni umumiy so'zga aylantirilgan omillar bir qancha, tuvandagidek bir qanchada bundan birinchi omil so'zda bu bo'lsa, ma'naviy va shakli va ma'naviy jihatdan bo'lgan ko'plik. Yani grammatikadagi ko'plik, ya'ni al-rijal degandek, al-muslimun degandek grammatikadagi ko'plik, shakli va ma'naviy jihatdan, ya'ni ilm kirgan normal ko'plik. Endi shakli ma'naviy ko'plik al-rijal va al-muslimun degandek bo'ldi. Uniki shakli birlik, tashqi shakli birlik, lekin ma'nisi ko'plik. Masalan, qavm rahat deganda, qavm degan asli mufrat, buni ko'p shakli aqvam masalan. Bunu so'zlab o'tdik. Undan keyin ismi mavsulni so'zladik. Masalan, mayyatini falahu dirham degan ism mavsul, ya'ni mening qishimga kelgan odamga bir tanga bilaman deganda kim kelsa uning qishig'iga bir tanga beradiganligini, kelgan odamning bir o'zi chiqadiganligini so'zlab o'tdik. Bu yo'llardan, ya'ni uniki lafzi mufrat, lekin ma'nosi ko'plik. Mana bu lafzi mufrat, ma'nosi ko'plik. Uning keyinidan ismi şart mesela grammatikadagi mayyatini avvalan falahu dirham desa, mesela mana qishimga kim avval kirdi ekan uning bir tanga beraman desa, avval kim kelsa, oshki avval kelgan hamma o'z chiqadiganligini so'zlab, mana mushu shakllarda so'z umumiy so'zga aylanadi degan. Endi bu birinchisi shu bo'lgan. Endi bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz bo'lsa, ikincisi, yani umumiy so'zniki vositalarning ikincisi. Yani nima kiysa so'z umumiy so'zga aylanib ketadi desa, yani bu qanday so'zda yana umumiy so'z bo'ladi desa, endi ikinci so'zlaydi. Musannif rahimahulloh deydiki: "Wa minha al-jam'ul mu'arraf bil-lami idza lam yakun ma'huda." deydi. Yani şu umumiy sözler, yani bir yerdeki minha degandiki bu damirlar qaydası, yani albeştiki ay min alfazil am degan geladi. Yani şu umumiy sözlerning sözlüklerinden, sözlük deganga meni shakl, vasita, omil deganga bunda shaklda keladi, anda shaklda keladi deb. Söz shakli deymiz endi. Umumiy sözlüklarning qatoridan qolsa el-cem'ul mu'arrafu bil-lami iza lam yakun ma'huda, yani lam bilan ma'rifa qilingan ko'plik. Bir shart va iza lam yakun ma'huda degan, bu lam bilan ma'rifa qilingan bu ko'plik ma'hud bo'lmay qolishligida, ya'ni ilif lam ahad uchun bo'lmay qolishligida, bu ism yani ma'hud bo'lmay qolishligida, ya'ni bu ism ilif lam kelgan bu ko'plik ism avval bir zikr qilinib, undan keyin qayta zikr qilingan bo'lmasdan, balki tunji qatim zikr qilingan lil ahd, ilif lam lil ahd uchun emas. Bo'lash mush shart bilan. Bunda bo'lgan vaqtida mushu ko'plikning o'zi nima bo'ladi? Umumiy so'z bo'ladi. Ya'ni shu bütün afrodlarini, shu ko'plikniki bütün bo'laklarini, bütün doiralarini o'z ichiga oladi. Bunu degan gap, bunu biraz tafsili to'xtalish to'g'ri keladigan masala. Biz grammatikada her bir sahada bir ma'noni o'rganamiz. Grammatikada nimani o'rganamiz?
nahvida ya'ni ilif lam agarda ismga ilif lam kelsa bu isim ma'rifiga aylanadi. Ma'rifiga aylangandan keyin bunun bir hukmlari var. Masalan, ma'rif isim ilif lam kelgan isim tanvin o'qilmaydi masalan. Masalan, el-muslimun deyilmaydi mesela. El-muslimu deyiladi. El-muslimun deyilmaydi. İlif lam kirgan isim mesela quluqi yumshoq bo'ladi. Quluqi yumshoq degan gap ya'ni g'ayrimunsirif bo'lmaydi masalan. G'ayrimunsirif ilif lam kelmaydi masalan. Birmuncha nahvdagi grammatik hukmlar va ahkomlar va shuni tadqiq qiladi. Lekin bu ilif lamning ahd uchun yoki istig'roq uchun yoki ta'lifil jins uchun ekanligini nimada qaysi fanda tadqiq qiladi desa buni balog'at fanida. Ya'ni balog'at fasohatda bir sahaba bu grammatikdan bir daraja yuqori uyg'urcha stilistika deymiz. Shuningda ilif lamniki bir qancha ma'no uchun keladiganligini ismga ilif lam kelsa ya ahd ilif lam ahd xoriji yoki ilif lam ahd zihni yoki ilif lam istig'roqi yoki alif lam al li ta'rif al mahiya li ta'rif al jins da muhindaq 4 xilga bo'linadiganligini ilm al maani degan babda ashada so'zlanadi hamda harflarning ma'nolari degan yerda. Hamda bu kitap bu usul fiqhniki biz o'qiyotgan bu tanqihul usul degan bu kitobning alohidaligi bu kitap shu balog'at bilan usul fiqhni birlashtirgan intayin ajoyib chunqur bilimlarni o'z ichiga olgan bir kitap. Shu sababdan bu oliy texnikumlik darajadagi o'quvchilarniki usul fiqh kitobi. Biz bundan keyingi darsimizga tabiiylar birinchi yangi o'qish boshlag'uvchilarning o'rtacha darajadagi o'qish boshlag'uvchilarniki usul fiqhdagi ular shu kitobni boshlaymiz. Biz dastlabda shu kitobni boshlab ekanmiz. Lekin o'quvchilar bir az tushunishda bu kitobni qiynalishi mumkin, chunki kitobning qiyinlik darajasi intayin yuqori. Yana bu Hanafi mazhabidagi usul fiqh kitobining eng yuqori kitobi hamda. Bundan yuqori kitob yo'q. Masalan, Mabadiyal usul deb bir fiqh kitobi bor. Bu tayyorlik yangi o'qish boshlag'uchiga tayyorlangan. Uningki usuli shashi deb birisi bor, usul fiqh. Bu ikkinchi saviyadagilarga. Undan keyin Nurul Anvar deb bir kitob bor. Bu 3-darajaga saviyalarga. 4-darajada amma shu tanqihul usul. 5-darajaga o'tganligi buning sharhi va tavdih deb shuni o'tadigan gap. Endi biz Azharda qo'llanayotgan shu usul fiqh shu bo'lganlik uchun biz shuni o'rgatishni qaror qilgan edik. Alloh taolo hammanglarga fahm ato qilishini Alloh taoladan tilayman. Endi musannif deydiki sababini ko'rsatib, ya'ni ilif lam ahdi uchun bo'lib qolmasligida bu jami muarraf lam bilan ma'rif qilingan bu ko'plik ma'hud bo'lib qolmasligida nim bo'ladi? Umumiy so'zga aylanadi. Ya'ni nima ish qilsa sababini ko'rsatdi. Li'annal mu'arrafa laysa huwa al-mahiyatu fil jam'i ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل. مش قصدي çünkü muarraf yani köpçükte muarraf degan tunuşturuluş degan köpçükte tunuşturulduğunu mahiyet emas. Fil cem'ine köpçükte tunuşturulduğunu laysa huvel mahiyet deydi. Yani mahiyet emas. Yani cins emas. Bu da demek çoğunu yani mesela ben bir köpçüksin desem mesela el-muslimun desem el-muslimun degende ben nemi tunuşturmakça emas. Bir mücü musulmonlar a musulmonning bunda, ma musulmonning bunda, ma musulmonning bunda deb bir muncha musulmonniki hammaning mohiyatini tushundirmoqchi emasman. Balki nima tushundirmoqchiman? El-muslimun degan gapimda musulmonlarniki intayin jihatini, ko'pligini, ya'ni butun afrodlarini tushundirmoqchiman. Uniki faqat musulmon degan qanday o'tu degan mohiyatni tushundirmoqchi emasman. Bu gapimda demoqchi. Vala ba'dul afrod yani tunuşturulduğunu şu köpçükniki böleklerinin bir kısmı emas. Ben el-muslimun desem
Osmanlı için 2-3 tane Müslüman adam tanıştırıp kağanı tanışmaydıgan. Bunda işmi yok. Nemiş kali ademil evleviyye. Nima afzallik yok hiç kasındaki. Ben 2-3 tane Müslüman adam tanıştırıp kağanı tanıştırmay, kağanı yardım kılmay desem, nemiş 2-3 Müslümanın nima artıkçılık var. Nemiş yaptım tanladım. Demek el Müslüman diyen gapti bütün Müslüman hem ölçüye geliş gerek. Anda ağanın fetayyenel kul. Hemmisi tayin dep kalıdı o diyen gap. Bir yerde biz nima qilsak o'tgan, bu yerdagi masala biz mushu ilmdan umumni irodasi o'tgan. Umumlik irodasi o'tgan degan. Endi mushuni bir tafsiliy bir nima qilib o'taylik hozir. Bir shaylab o'taylik mush so'zimizni. Mishadiki al-jam'ul mu'arraf bil-lam idha lam yakun ma'huda لأن المعرف ليس هو الماهية في الجمع ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل degan bir shaylab o'taylik. Shuni bilish kerakki, men biz sizga o'tgandek iliflamı ta'rif degan 4 xilga bo'lindi. Bir ya iliflam ahdi xorijiy bo'ladi. Iliflam ahdi xorijiy. Biz iliflam ahdi xorijiy degan mesela Qur'onda misol keltirsak, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kama arsalna ila fir'auna rasula deb rasula deb iliflamsiz keldi, nekira keldi. Fa'asa fir'aunur rasula deb. Biz Fir'aunga payg'ambar avatdik. Fir'aun shu biz avatgan payg'ambarga asi bo'ldi degandiki Fir'aunur rasula degan iliflam ahd xorijiy deb ataladi. Ya'ni mushu ar-rasulniki zikri 5 ta o'tgan, tilganib o'tgan. 5 ta. Yani demek onu heliq payg'ambar, yani heliq payg'ambar degani, yani biz şu Musa avatgan nima, Fir'aunga avatgan şu heliq payg'ambarga, yani Musa alayhisalom demoqchi. Fir'aun nima bo'ldi? Asi bo'ldi. Mushu nima deb ataladi? Alif lam ahd xorijiy deb ataladi. O'sha Fir'aun ar-rasuladagi ar-rasuldagi alif lam nima ahd xorijiy deb ataladi. Yoki ahd zihniy bo'ladi masalan. Alif lam ahd zihniy. Alif lam ahd zihniy deganniki 5'de bir zikr qilib o'tmagan. 5'de mushu so'zning aynisi takrorlanib 5'de bir qadim zikr qilib o'tmagan, lekin mushu so'zni anglab o'tiruvchi bilan so'zlikchininki zihnida, kallasida bor. Masalan, bir odamning dukuni bor. Bir adam dukuni bor. Dukuni bor odamga Amatning dukuni bor. Samatmi Amatning dukuni borligini biladi. Samat qilib Amat bugun do'konga bordanlama deydi. Bugun do'konga bordanlama degan gapdan o'shadagi heliq do'konga yoki sening do'konga demisimi do'konga bordanlama degan gapdan nima biladi ikkinchisi do'kon Amatning do'koni ekanligini biladi. Buni ilgari bir do'konning gapi chiqmagan bo'lsa-mu bir gaplarni tushundim. Mushunday gaplarni deb ataladi. Buni arabchada iliflam kirdi, lekin buni iliflam ahd zihniy deb ataladi. İliflam yoki ahd xorijiy bo'ladi yoki ahd zihniy bo'ladi. Yoki yeni bir bölüm ha, belki başka bölüm hem başkası bir tarmak yani ahd xorijiy ahd zihniy o'tqanlik. Yoki iliflam nima bo'ladi? İstigraqil cins, yani bunda bütün şu cinsdagi, şu turdagi narsalarni hammani o'z ichiga olish uchun keladi. Şu turdagi, mesela tag desem, mesela tag degan ismi cins mesela. Bir tag degan bir zemindan egiz ko'tarilib turgan bir moddaning ismi. Bu tag hamma tag'ni o'z ichiga oladi. Ko'ylun tag'ini oladi, Uhud tag'ini oladi, bütün Hira tag'ini, Hira g'orining tag'ini oladi, G'or surining tag'ini oladi. Hamma dunyodagi bütün tag'larni o'z ichiga oladi, tag degan ism. Anladın? Bunda ism bayda hammani shu turdagi narsani hammani o'z ichiga uchun keladi barchaqda iliflam. Anladın? Mesela uçakda lamı qanday ma'no aytiladi? Innal insana lafi xusr desek mesela, innal insana lafi xusr degan yerda mesela Qur'on Karimdagi. Yani her bir insan, yani insan jinsiga tava bo'lgan, insan jinsiga tava bo'lgan, insan turiga oid bo'lgan har qanday inson Alloh taologa iymon etib, yaxshi amal qilib, bir-biriga yaxshilikni, sabrni tavsiya qilishmasa, hammasi ziyon tortadi deganda, kullu inson degan bo'ladi. Kul degan gap ekan uçakda. Her bir insan degan ma'nosi bor. Yani uçakda bu istighraqil cins, iliflam ya ahd xorijiy, ya ahd zihni, ya istighraqil cins. Yani uçakda iliflam istighraqi deb ataladi. Yani bütün şu turdagi narsani o'z ichiga olish uchun. Anladın? Endi yoki eng oxirdagi uchinchisi nima uchun bo'ladi?
yoki tabiatni bir şeyning şu bir şeyning bir cinsinin tabiatini bir türlü şeyinin tabiatini tunushtirish uchun masalan tag degan mundaq narsa tag degan taşlardan, qumlardan, tuproqdan har xil moddalardan tarkib topgan bir narsa demoqchi bo'lsak, tag degan gapning o'zi ta'riful jins. Ma'lum bir tagni ikki tagni emas, tag degan turni bayon qilish uchun keladi endi. Mana bu iliflar shu 3 xil shaklda muhtat o'ringa keldi. Endi bularning darajasi bormi desanglar, darajasi bor. Bularning darajasi bormi, darajasi bor albatta. Qanday darajasi bor desa, biroq iliflam ahd besib o'tganmiz, iliflam ahd. Ahd dedikmi? Ahd xorijiy degan. İliflam ahd xorijiy zihni deganimiz shu avval asl. Eng asl qoidamush. Asl iliflamush. İliflam asl demek kita. İliflam ahd uchun kito. Ya'ni beshta so'z o'tgan. Fa'asa fir'aunur rasula degandiki mush rasul kelgan. İliflam asl qoidamush shu. Çünkü biz grammatik qoidasida har qanday qoidada har qanday bilimni o'rganish uchun aslini fiqhda hattoki asli hukm ma'u ani boshqacha hukm keyin bunda ma'lum sabablar tufayli o'zgargan hukm ma'u deganni bilsak bo'ladi. Asli hukm tushunmagan odam qolgan hukm tushunmaydi. Iliflamdagi asli qoida nima ekan? Iliflamdagi asli qoida iliflam ahd asli qoida. Onun demek çoğunu yani bu hakikat ma'nosi iliflamning o'zining haqiqiy ma'nosi nima birinchi haqiqiy ma'nosi iliflam lil ahd. İkinci iliflamdagi ikinci ma'nosi istig'roq. Ya'ni hamma shu jinsdagi shu turdagi narsalarni hamma o'z ichiga olish uchun keltirgani ikinci haqiqiy ma'no. Endi majoziy ma'nosi va ko'chma ma'nosi. Mush ikkisini birinchisi nima ekan? Iliflam ahd. Uni irod qilish ta'sirida yani baldiy bir zikr o'tmagan yerda qolib qolsa istig'roqni irod qilamiz. Agar istig'roqni irod qilish mumkin bo'lmay qolib qolsa, shu vaqtida bu bayadagi bu iliflam nima uchun ekan? Mahiyetini, bir narsaniki mahiyetini, xarakterini, tabiatini tushuntirish, tunishtirish uchun ekan. Deb, ya'ni lam li ta'rifil jins deb ataymiz. Yoki li ta'rifit tabiat deb ataymiz. Yoki li ta'rifil mahiyet deb ataymiz. Hammasi bir ma'no. Bu ko'chma yo'ldan bo'ldi. Bu haqiqat ma'nosi emas. Bu iliflamning haqiqat ma'nosi emas. Bu ko'chma ma'nosi. Bu shuni bilib qo'yish kerak. Ko'chma ma'nosi deganning farqi nima? Yani haqiqat ma'nosini aytolmagan chaqda unda aytiladigan ma'no ko'chma ma'no deb ataladi. Endi buning illatlarini bayon qilib, nima uchun lam ahd haqiqiy ma'no. Undan keyin eng birinchi avla ma'no lam ahd. Undan qolsa istig'roq, undan qolsa ta'rifut tabiat, ta'riful jins deysiz deb shunday desanglar, bizniki bunun delilimiz qaysi deganda delil payda hamdi. Biz arab tilida eng asosli qoidamiz bir narsaniki bizga bir foydani berishi. Şunu cümle degan kelimadan nimishqi kalam afzalsi kalamda foyda va kelimada üzük holatida foyda yo'q. Şunu kalam afzal. Xuddi shunday musnad ilayda nima uchun afzal desa, unda bir foyda var. Kamil bir foydani beradi. Bu kamil bir foydani bak asosiy e'tiborga olamiz. Ya'ni söz degan iliflam kelgan söz agar shu iliflam kiymisimu aslan mahiyatga dalolat qilib turdi. Masalan, tag desak, kalımız tag degan amallam, tag degan bunda bir toshdan, igiz bir dömchaklardan tarkib qabin narsa degan gap kalımızga shu aman keladi. İliflam kimgan taqdirmi? Endi lamni, bu lamni yangi bir foydaga yetkazish, yangi bir foyda tarafga hamla qilib shuni yetkazish, uni iliflam kimisimu aslida o'zida bor bo'lgan foydaga yetkazishdan afzalroq tabiiyki. Abi yangi foyda qolsa endi biz tag degan gapimizda yangi foyda qolsa desa, yangi foyda ya ahad uchun bo'lsa, ya'ni dastlabki zikr etgan bir gapni asli tush uchun qayta takror kelgan bo'lsa, yoki butun shu tag jinsini butun jinsini o'z ichiga olish uchun bo'lsa, shu chog'da yangi bir foyda chiqadi. Endi ma butun jinsni o'z ichiga olish bilan ilgari so'zlab o'tilganligini bayon qilgan takror ahad. Bu ikkisi ichida qaysi avlo desa, tabiiyki iliflam ahad avlo. Ya'ni ilgari buni zikr o'tganligini
qayta so'zlab aytayotgan. Masalan, biz Fir'avnga payg'ambar avatdik. Fir'avn biz avatgan oshu payg'ambarga osi yo'lda degandiki, ilmlarni mushunga ahdi qilib bo'lsa, bu eng avvalo. Ya'ni demak so'zniki ilgariga qalaymiz. So'zning ilgarida mushu so'z takrar holatda bir qatim takrar o'tilgan bo'lsa, miyadagi demak cho'g'ini 5 so'zlab o'tgan ekan. Masalan, "Valaysa zakaru kal unsa" deganda masalan Alloh taolo Maryamning onasi nima tilidi? Alloh taolodan "Menga bir bola bersang, bir o'g'il bersang, men seni uylanga olsam" deb tilidi. "Valaysa zakaru kal unsa" to'pog'an ya Rob, men inni vada'tuha unsa dedi. Ya'ni men buni qiz tug'ib soldim, ya men o'g'il tug'gan bo'lsam, unda o'ziga bir xizmat qila oladi deb degan vaqtida Alloh taolo dediki, "Valaysa zakar" ya'ni Maryamning onasi meni tilgan o'g'il kal unsa degan. Men ya'ni heliq o'g'il, heliq qiz o'xshash degan gap. Ya'ni Maryamning onasi mendan tilgan o'g'il kal unsa, men Maryamga bergan qizga hargiz o'xshamaydi. Demak, anda o'g'ildan nechisi bo'lsa bir Maryamga teng kelmaydi. Demakchi, mishadik hammamiz iliflam yani asli, yani demak 5 ta zikr o'tgan. Ya bu yaqinda o'tdi, ya biroz uzoqda o'tgan bo'ldi, lekin so'zniki ilgirishda bosh oyog'ini qalaydigan bo'lsa. Ya'ni iliflamni mushu ahadga yuklash, mushu tarafga yetkazish eng afzal agar mumkin bo'lsa. Endi nemishqa uni afzal desa, chunki bu yerdagi shu 5 ta bir qatim zikr o'tgan gap qayta takrar kelsa, masalan, biz Fir'avnga payg'ambar avatdik. Fir'avn u payg'ambarga asli yo'lda desak, lekin ko'nglimizda payg'ambar degan asli Odam alayhisalom zamonasidan tortib payg'ambar zamongacha hamma payg'ambarni chiqaradi, payg'ambar degan gap, payg'ambar turini. Lekin Fir'avnga avatdik degan payg'ambar kim ekan? Musa alayhisalom ekan. Shu payg'ambar g'anam ekan. Deb biz nimani bilganimiz? Bu yerda shu ba'zi Musa alayhisalom mutayaqqin %100 Fir'avnga avatilgan payg'ambarning Musa alayhisalom ekanligi %100. Ammo qolgan payg'ambarning ehtimoli bor degan gap. Qolgan payg'ambarlar buni payg'ambarga tava. Uning ehtimoli bor, lekin %100 o'g'ini nima? Musa alayhisalom bo'lgandan likkidek andada iliflam ahdga nima yatqizg'ili bo'ladigan bo'lsa, iliflamni dahol ashuni yatqizish avlo. Chunki shu ma'ni %100 ma'ni chiqadi. Uniki agar ko'plik bo'lgan taqdirda bir bo'lakini ko'z tutumizda buni bir bo'lak o'qadimi, lekin bu intayin jazmlashgan %100 shu sababdan. Endi agarda buni nima qilolmaydigan anda iliflam xorijiy qilolmaydigan bo'lib qolsa, uningga hamla qilolmaydigan bo'lib qolsa, bu chaqda istiqroqqa hamla qilamiz. Masalan, ilgari bunda hech qanday bir zikr o'tmagan. Shu so'zning o'zi ilgari bir qatim takrar so'zni burun bir qatim so'zlanmagan. Bunda so'z olsa, buni iliflam ahdi xorijiga biz o'tolmaymiz. Yoki so'zlovchilar muxotabning zinidim yo'q bo'lsa, buni biz uningga yetqizolmaymiz. Bu chaqda nimaga yetqizamiz? Bu chaqda istiqroq. Tabiilam shu jinsdagi tuzilgan hammani chiqaradi. Nimishqa deganda, chunki biz jami dedik-ku hozir. İliflam kirgan jami dedik shunda, ama iliflam kirgan ko'plik. İliflam kirgan ko'plik asli so'z tuzguvchilar tuzgan vaqtida ko'plikni nima deb tuzgan? Shu shaxs, shu shayning afrodlarini, birmuncha bo'laklari borligini bayon qilish uchun tuzilgan. Bu asli ko'plik nima deb tuzilmagan? Ko'plik asli shu shayniki mohiyatini bayon qilish uchun tuzilmagan. Masalan, tog' desam, tog'ni uzilama, tog' degan bir jinsni bizga ko'rsatmoqchi. Lekin tog'lar desam bu chaqda birmuncha tog'lar ekanligini bildirmoqchi. Asli qo'yganda bunday qo'yilgan. Asli qo'yganda bunday qo'yilgan bo'lganligi uchun nima qilish kerak ekan? Endi biz ahdga yuklug bo'lmasa iliflamni bu chaqda biz ikkisi qoldi. Ya istiqroq qoldi yoki ta'rifil jins qoldi. Demak, bu ko'plik asli qo'yilganda nima uchun qo'ylabdi ekan? Shu jinsniki bir jinsni o'z ichiga olish uchun qo'ylabdi ekan. Unda olsa biz istiqroqni tanlaymiz. Nimani ta'rifil jinsni tanlamaymiz. Asli qo'yilgan tog'lar degan gapning o'zida bir dona tog'ni emas, birmuncha tog' borligini bildirish uchun qo'yilgan bo'lsa, biz darhol shuni yotqizamiz endi. Bu yerlik bo'lamni. Ya'ni iliflam istiqroqiy deb hukm beramiz. Endi buni hammaga nima qilolmaydigan, butun shu jinsga hamma narsani o'chiga olishga hamla qilolmaydigan munda holat tushsa,
bu çağda hakikat bilen emas, mecaz bilen yani köçmüş şekilde tarifil cins işletimiz şu vaqtida. Endi bu gapimiz nazariy gap. Misaldan bir misal tushuntirsak mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela innemes sadakatu lil fukara dedi. İnnemes sadakatu lil fukara. Bu şu ayetki innemes sadakatu lil fukara deganini biz o'ylab bakaylik. Bunu biz nimaga elif lam ahdga aml qilaylik yani sadaqat, sadaqalar fakirlar uchun dedik ma'nosini. Bu oyatning boshqalarida bu qaysi sadaqa ekanligi hech bayon qilinmagan. Fuqaro degan qaysi qancha qaysi fakirligi bayon qilinmagan. Demak biz buni ilgari so'zlab o'tilgan bir gapga hamla qilinmaymiz. Uning kenidan endi tamam ikkinchi bo'lgan muhim bo'lgan ma'no istig'roqqa amal qilsaqchi desak, istig'roq amal qildi desak, innamas sadaqatu bütün sadaqalar lil fuqarati jami yani bütün hamma fakirlarga beriladi desa, yani bir adam zakatini yasad qilsa, bütün dunyodagi fakirlarga berish kerak degan gap chiqadi. Bu mumkin emas. Mumkin emas bir adam pulusini bütün dünyadaki fakirlarga mumkin emas deb bo'lmaydi. Demak, buni hamla qilinmaymiz ekan. Demak, uchinchi ma'no qoldi. Endi ko'chma yo'ldan bo'lgan. Uchinchi ma'nosi qolsa, ta'rifil jins, ya'ni demak, nima bu chaqda nimaga aytamiz ekan? Bu paytga qatnashamiz. Sadaqa degan, sadaqa turiga yani zakat olamdi. Qanday sadaqa? Sadaqa degan nimaga il fuqaro degan faqirga. Faqirga beriladi. Faqirning haqqi degan gap, ha. Faqir zati faqir degan nima uchun gapdi? Bir sonning ko'pligini yoki ilgari o'tgan bir shaxsni bildirish uchun emasdan balki shu turdagi yani faqirlar turiga ba'zi bo'ladi. Faqir jinsiga. Sadaqa degan jinsni faqir degan jinsga ba'zi bo'ladi degan bunda ma'no chiqdi. Biz andada masrafni bayon qilish uchun gapdi deymiz. Demak, bu shu 3 xil shaklda bo'ladi. Endi biz biraz uzun tushuntirib ketdik buni. Yani demek elif lam bunda ma'nolari bor. Endi buniki darsda hammada mushuni so'zlab o'tadi. Mushuni obdan kalanida o'rnashtirib olsanglar, tushunishing oson bo'ladi darsni. Yani demek hozir musannifning hozir turayotgan mazmuni bo'lsa, elif lamni istig'roq. Biz qanday bu am degan elif lamni usul fiqhida nima deb ataymiz? Am deb ataymiz. Balag'atda elif lam istig'roqi u bu degani balag'at babida ataymiz. Şurada 5 so'zlab o'tdim. Bu balag'at istilohi hozir aralashtirilgan musannifning Sadr Shari'a rahimahullahning bir alohidaligi usul fiqh bilan balag'atni birlashtirayotgan. Bo'lmasa ko'p sonliq ulamolar usul fuqaholar usuliylar gang o'zining istilohini qo'llanadi. Balag'atshunoslar o'zining istilohini qo'llanadi. Lekin bu Sadr Shari'a ikkisini birlashtirgan. Shu sababdan ikki ilmni birga maqsad qilib yaxshi tushunsizlar buni. Endi miyadiki hozir musannif rahimahulloh demoqchi bo'lgan usul fiqh istilahida nima deb ataladi? Istig'roqni yani am deb ataydi. Istig'roqni am deb ataydi. Yani istig'roq degan gap hammani o'z ichiga degan gap. Am degan hammani o'z ichiga oladi degan gap. Lekin istiloh o'xshamaydi, yani atalg'ular. Balag'at istilahida an istig'roq desa, usul fiqh istilahida amni shu o'xshash bir narsa yig'ib kelsa ikkisiniki boshqa bir narsa aslida, lekin atalishi buniki bartgan yo'li o'xshamaydi. O'xshamaydigan yo'llardan shu bir maqsadga nishonga bordi. Endi hozirgi musannifniki nishoni bo'lsa nima demoqchi? Demak, am degan istig'roq, ya'ni elif lamdan 4 xil 3 xilni bayon qildik. Elif lam ahdini xorijiy zihni deb ikkiga bo'ldik. Shu cho'ng jihatdan 3 oldi. 3 tarmoqning ichidagi istig'roqil jins degan shu lam nima? Am bo'ladi. Usul fiqh islohidagi am deganimiz shu. Yani bu yani amның bir türü, amның hammasi emas, amның bir türü. Onun keyin bu bir dalilni bayon qildi. Undan keyin hamda ma'da ikkinchi dalilni bayon qilmoqchi. Vali tamassukihim bi qawlihi alayhi salatu wassalam al-a'immatu min Quraysh. Al-a'immatu min Quraysh. Yani birinchi dalilimiz shu. Bunda bo'lganlik sababidan istig'roq elif lamning ichidagi istig'roq bo'lgan elif lam istig'roqi nima bo'ldi? Am bo'ldi. Shu so'zlikni amga aylandi. Birinchi sabab shu yuqorgi so'zlarimiz tushunib o'tdik yana. Ikkinchi sabab bo'lsa, birinchisi aqliy dalil, ikkinchisi naqliy dalilni keltirildi. Naqliy dalil, ya'ni
ularning ya'ni sahobalar demakchi. Ularning payg'ambar alayhisolatu vassalamning qavliga esilganligining jihdidin deydi. Tufaylidan. U qavli was qas qawl al-a'immatu min Quraysh. Yani imamlar Quraysh'tindir degan mush qavliga sahobalar esilgan. Shu sababdan ma naqli delil. Mush sababdan nima? Elif lam istig'roqi kelsa am bo'ladi. Shu so'z amga aylanadi. Endi bu yerda qisqa so'z tushuntirib ketaylik. Bu nima degan gap? Payg'ambar sallamniki imom degan Qurayshdan bo'tdi degan nima? Gap buning ma'nosi desa, ya'ni ayni chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lib ketgandan keyin Bani Saqif aymiqida mishadi qattiq bir kengash o'tkazildi. Jiddiy kengash. Payg'ambar alayhisalom vafotlab ketildi, texe yerligida qo'yilmoqlik. Shu holatda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhu Bani Saqif degan Madina haramniki bir tarafiga joylashgan Ansarlarniki majlis kengash o'tkazilgan bir kengashxona ashyaga bordi. Chunki ular Ansarlar shu vaqtida kim xalifa bo'ladi degan jiddiy mazmunda kengash qilayotgan edi. Bu yerga Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ikkilan bordi. Shu bo'lgan vaqtida Ansarlar deydiki, bizlardan bir emir bo'lsin, musulmonlarga bizlardan bir xalifa bo'lsin, sizlardan bir xalifa bo'lsin deb shu taklifni Ansarlar qo'ydi. Shu vaqtida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu deydiki, men payg'ambar alayhisolamning al-a'immatu min Quraysh degan so'zini anglagan. Ya'ni imomlar Qurayshdan bo'ladi degan so'zni anglagan. Degan vaqtida hamma ansarlar sahobalar hammasi sallamlar deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga bo'ysungan. Men de bu shada al-a'immatu min Quraysh deganda sahobalar qanday tushungan desa, bijadik al-a'imma degan imomning ko'plik shakli. Biz hozir ko'plik ustida. Hozir nima turayotgan bizdagi darsimiz ko'plik ustida. Al-a'imma degan imom deganning ko'plik shakli. İmam deganning ko'plik shakli. Demak, bunun ko'plik shakli bo'lsa, bu imom degan bu a'imma degan bu so'zga alif lam kiydi. Al degan alif lam kiydi. Alif ta'rif kiydi. Endi bu alif lam kiysa, buni qanday tushungan musobil desa, bu yerda alif lam istig'roqi deb tushungan. Nimishqa? Agar istig'roqi deb tushunmagan bo'lsa, alif lam ahad uchun tushunishga mumkin emas. Payg'ambar alayhisalom al-aimma deb bu so'zni deyishdan burun faloni pustani xalifa o'tu, oshu men deydigan osh xalifa qarashdan bu deb payg'ambar moda demagan. Endi ta'riful jinnis uchun keldi desa, ta'riful jinnis uchun kelgan vaqtida u chaqda hammani o'z ichiga olmasa, bisi. Mesela imom degan Qurayshdan bu deb ma'no etilsak, imom degan Qurayshdan bu deb ma'no etilsak, u chaqda Ansarning gapiga qarshi kelmaydi u chaqda. Tamam, Qurayshdan imom bo'lsin. Bizning imom bo'lsin degan u chaqda qarshilik yo'q degan gap chiqib qoldi. Endi istig'roq uchun olsak deganda al-aimma deganda, ya'ni jami imomlar. Musulmonlarga xalifa bo'lgan imomning, Amirul Mu'minin bo'lgan musulmonlarning xalifasining hammasi Qurayshdan bo'lish kerak degan ma'no chiqdi. Qurayshdan degan gap chiqqandan keyin sahobalar darhol bijadik al-aimma alif lamni istig'roq deb tushuniblar, unda bo'lsa, nimaga Ansardan bir amir, Qurayshdan bir amir bo'lmaydi ekan. Demak, chuqur imom xalifa Qurayshdan bo'lish kerak ekan. Ikkisi bo'lsa bo'lmaydi ekan, ikki firqadan bo'lsa bo'lmaydi ekan. Jami'i har qanday xalifa chuqur Quraysh qabilasidan bo'lish kerak ekan degan ma'noni sahobalar tushungan, shuni hech kim inkor qilmagan. Mana bu shu naqli dalil. Üçüncü delil ise, biz köşe üçüncü delil ise veli sihhatil istisna, yani istisna qilish durust bo'lganligi uchun. Nima uchun ilif lam kirgan ko'plik am bo'ladi desa, chunki ilif lam kirgan ko'plikdan istisna qilish durust. Agar bir ko'plik bor, buni ilif lam kirmagan bo'lsa, buni istisna qila olmaydi. Mesela Ca'anir ricalu illa Zeydan diyordu mesela. Bana bütün adamını kaptı, fakat Zeyd gelmepti diyordu. Lakin Ca'anir ricalun illa Zeydan diyormaydı. Yani iliplamsız nekir olsa onun da ne mağlumaydı? Nekir boğan iliplam kirmegen köplük şeklinde istisna iliş durursa mesela. Şu sebepten istisna iliş durus olsa ne buludu? Am buluşu durust buludu. Endi Musannif rahimehullah deydi, "Qala meşayihuna hada." Bizim meşayihlerimiz dedi ki,
Yani ustozlarimiz demekçi, maşayih degan gap hamda shu Hanefi fuqahalar demekçi. Bizning maşayihlarimiz dediki hazal jam'u majazun anil cinsi ve tabtulul cem'iyye deydi. Yani bu cemi hamda hazal jam'u degani yani biz yuqori so'zlab o'tgan ilif lam kirgan ko'plik. Endi ilif lam kirgan ko'plik majazun anil jinsi ve tabtulul cem'iyye deydi. Yani bu cinstin li ta'rifil cins cinsni ta'riflamak uchun majaz ko'chma shaklda bo'ladi. Va bu chaqda bu yani cinsni ta'riflamak uchun ko'chma shaklda shunga o'tkazgan vaqtida buniki ko'plik ma'nosi batıl yani bekorchilar ketadi. Endi biz avval so'zlab o'tdik. Asli qoida nima? Ahad uchun bo'lish. U buning bilanmasa istig'roq uchun bo'lish degan. Uningga bilanmasa uchun deganda oxirida nima uchun bo'ladi? Ta'rifil cins, yani mahiyatni tunishtirish uchun bo'ladi. Mahiyatni tunishtirish uchun bo'ladi. Musannif deydiki bu yerda endi bu jami agarda buni tegida bir qayd bor. Agarda ahad uchun bo'lsa, istig'roq uchun bo'lsa, u chaqda ta'rifil cins uchun bo'ladi. Hozir arab tilida mutabbiqda biz tushuntirib bo'lgandik. Ta'rifil cins uchun bo'lganda qarshi so'zning o'zi ko'plik bo'lgan taqdirdami? So'zning o'zi ko'plik bo'lgan taqdirdami? Buning ko'pligi biz ma'no aytganda ko'plik ma'no etmaymiz. Birlik ma'no etamiz. Masalan, qanday desa, hatta masalan bir odam hatta law halafa la atazawwaju an-nisaa yahnathu bil wahida ve yuradu al-wahidu bi qawli ta'ala. Yani mesela bir adam ben ayollarga uylanmayman degan bo'lsa, ayollarga uylanmayman deb qasam ichgan bo'lsa, bir dona ayol olsa bu qasamini buzgan bo'ladi. Yani bu yerda ma'no aytganda biz la atazawwajun nisa deganda ayollarga uylanmayman degan ma'nosi men bütün dünya ayollar mesela o'ylab boqaylik. Agar buni an-nisa yani mahliq ayollarga uylanmayman deb o'ylaydi desak, ilgari biz zikr o'tmadi. Hamda bütün dünya ayollarga uylanmayman degan gapga hamla qilsak bu mumkin emas. Bütün dünya ayollarga uylanmay olmaydi. Bir adam alanmaydi bütün dünya ayollarni. Bu chaqda onun foydasi yo'qlab qoldi. Hamda üçüncü xil yo'qoldi biz qolgani, ya'ni demakmi ayol zotiga, demak jinsga kelganda men ayol kishi degan narsaga uylanmayman bunda men aytib o'zchaqda. Ayollarga demay chaqda men aytganda ayol kishi degan narsaga yoki ayol zotiga uylanmayman desa, bir dona ayol olsa-mu, bir dona xotin olsa-mu, buni qasami buzilgan bo'ladi masalan. Mana mushu nima bo'ladi? Ikkisiga yüklenmeyen çağda iliplamni. Üçüncüsü yani ta'rifil cins uchun bo'lgan iliplanma o. Ve mesela Allah Teala'nın kavlideki mesela innemas sadaqatu lil fuqara degan kavlida bir dani fakir irade qilindi mesela. Mesela sadaqa degan ama ben tushunib o'tdim buni, hamma biz tushunib o'tgan. Sadaqa degan fakirning haqqi degan bo'ldi ma'nosi. Yani cimi sadaqalar, cimi fakirlar butun degan olmaydi. Bütün dünya fakirlari bir kim sadaqa qilib olmaydi. Sadaqalar şu haliqi fakirliği deyilsek ilgili o'tgan bir sifat yok. O fakirliğin sifati yok. Demek fakir cins yani. Fakir türlüge teva bo'lgan. Qanday fakir bo'lsa, fakirlik bo'lsa bu sadaqani gap. Hatta bir adam bir tane fakirlik bo'lsa mu zakatını, bir fakirlik bo'lsa mu endi durust degan ma'no chiqadi bir şey. Velav amdi yani fiqhning bir tarmoqdan bir qoida. Velav awsa bi shay'in li zaydin ve lil fuqara'i nussifa baynahu ve baynahum. Mesela agar Zaydqa agar bir narsani Zaydqa ve fakirlarga beringlar deb yani vasiyat qilibdi. Ma onun pulimni Zaydqa ve fakirlarga beringlar, namratlarga beringlar deb vasiyat qilgan bo'lsa, mishadiki pul 62 bo'linadi. Zaydqa 5000 ga beriladi. Namratliga mesela 5000 qolgan 5000 ga beriladi. Hatta shu namratni ichida bir namratga bersin bo'ldi. Bir dona namrat deb bersin bo'ldi. Demişka, bir yerdeki bütün namratını tepip bulamaydı. Bütün dünyanın namratları bir bulamaydı bilince. Onun kendinin namratlar degende hele baldi bir sözle ötken gibi yok. Khası namrat, fıstan namrat hepsi baldi tepegen gibi mi yok. Demek bu bir tane namrat tepersin mi? Bu tut. Demek bu ta'rifil cins kaymlakımız bir şeydi ki, velil fukara degendeki lamnuma. Mesela Allah Teala'nın kavli mesela yeni bir kavli. La yahillu leken nisa'u min ba'du degen. Allah Teala'nın ki mesela Sure Ahzab'daki mesela
sizga bundan keyin ayollar halol bo'lmaydi deganda Payg'ambar alayhisalomga bir dona ayol halol emas undan keyin. Payg'ambar alayhisalomga ya'ni 9 dona ayoldan keyin bir dona xotin, bir dona xotin olanmaysiz degan bo'ldi. Ayollar degani butun dunyoning ayollarini olanmaysiz degan bo'lmaydi ma'nosi. Bir dona ayolni olanmaysiz degan bo'ldi. Faqat shu 9. Endi bizga Musannaf rahimahulloh yuqorida so'zlab o'tganmiz dalillarniki illatini bayon qilib deydiki, vali annahu lamma lam yakun hunaka ma'hud. Ya'ni nimishqa yuqoridagi hammani ilm ahdga, ilm istig'roqqa hamla qilmaydi, nimishqa ta'rif al-jinsga hamla qilsa, chunki u yerda nima yo'q, ilgari bir zikr so'zlab o'tilgan ma ilm ahdga ahd xorijiy yoki zihniga hamla qilsak, u yerda bir ma'hud yo'q, ilgari so'zlab o'tilgan bir gap yo'q, mazkur yo'q yani. Andaqaniki uni hamla qilolmaydi. Va laysa lil istig'roqi li adamil foyda. Istig'roq shunma emas, foyda yo'q. Nima foyda yo'q? Chunki butun dunyoning faqirlari belgilanmaydi. Butun dunyoning ayollarini ag'lamaydi. Demak, andaqaniki uni baş qilmaydi, qarshi qilmaydi degan gap foydasi yo'q gap bo'lib qoldi. Andan bu tamda andaqanisi yajibu hamluhu ala ta'rifil jins. Andada buni ashu jinsi tunishtirish uchun kelgan ilm degan mushuk qatag'i yetkazish vojib bo'ladi. Unda yetkazgan vaqtimizda shunaqa vaqtimizda bo'lgan foyda qanday deganda fatabqal jam'iyatu fihi min wajhin. Bununda bu köptiki jamiyiligi bir vajhidan baqi qilib qoldi. Bir vajhidan baqi qilib qoldi. Bu bir vajhidan baqi qilib qolgan degan gap bu ilm kirgan bu ismdagi jamiyiligi bir vajhidan baqi qoldi degan gap. Ya'ni biz jins bu ilmni ta'rifil jins hamla qildik. Jins degan gap aslan nima deb tog' desak masalamiz, tog' desak butun dunyoning tog'larini chiqargan narsa, shundaymi? Tog' degan jins deganiki o'ziniki ma'nosida butun dunyoning tog'larini masalan tog' desak haqında tog' degan bo'lamiz. Uhud tog'i desakmi, oq tog', ko'k tog', egiz tog', pakat tog' hammasini chiqardi, kirib ketdi, shundaymi? Shu jins qo'zg'an taqdirdami, mushiniki o'zida ya'ni ilmni jins uchun desak, ko'plikniki asli qo'yilganda hamma narsa uchun qo'yilgan. Ama ilmni jins qo'ysak bu chaqda yine mavajhidan nimani hamma tog'ni o'chiga oladi. Bir vajhidan hamma tog'ni o'chiga atgan lamniki matirbiga amal qilgan bo'lamiz. Shuning bilan bu yerdan kelgan foyda lam bagajlab ketmaydi. Lamning hukmi bagajlab ketmaydi. Musannaf deydiki velav lam yuhmal alal jinsi labatala lam aslan. Agar biz ma suratda nimaga ilm ahdi zihni olanmasak, uniki ilgari o'tgan bir gap yo'q. Ilm istig'roq uchun olanmasak, uniki ilm ta'rifil jins hamla qilmay buni hech qanday ma'no emas o'chaqda lam bagajlab ketadi. Bu lam bagaji ziyod degan gap chiqadi. Bu lam bergi ziyod gap qilibdi ekan. Bu bagaji degan gap chiqib qoldi. Bu yaxshi emas bu. Ondan uni ilm ta'rifil jins hamla qilganlik, ya'ni lamniki bir xususiyatini jins deganning ta'rifil jins degan bir mincha narsani o'chiga atgan bir xususiyati bor. Bo'lgan mana tarafga yetqizganlik lamni uni lamni bagaj qilayotgandan yaxshi tabiiyki. Bagaj qilayotgandan yaxshi. Endi bu nimaga desa, biz ko'p faqat bir shayni qurbonlik qilamiz bu yerda. Ya'ni masalan innamas sadaqatu lil fuqara degan degan fuqara degan asli ko'plik. Ya'ni sadaqa degan faqirlarga degan gapni ma'no aytganda sadaqa degan faqirga, sadaqa degan faqirning haqqi deb ma'no etamiz. Lekin bu faqirning haqqi deganimizda qalmaqil fuqara degan faqirlar tursin, nima faqirlarga demay faqirga deb ma'no etamiz deganda sabab ilm kelib qoldi menga. Buni biz ma'hudga hamla qilmaymiz, istig'roqqa hamla qilmaymiz, lekin jinsga hamla qildik. Jins hamla qilganligimizda yine shu istig'roqda olgan foydani bu ko'pchilik aydın alalaymiz mesela. Sadaqa degan faqirning haqqi desak, chiqib qanday adam faqir bo'lsa, qanday adam faqir bo'lsa, shunga belgi bo'ladi sadaqani.
Andın. Lekin biz fakirlarga deydi desek, bu yerda iliplamadi, iliplamning ma'nosi chiqmaydi. İliflamni bakach qilayotgan bo'lsak, o'tu. Fuqaro deb qo'ysak, fakirlarga deb qo'ysak, bu chaqda butun jahonning fakirlariga biz iliplanmaymiz. Bundan birmuncha foydani qo'yib qolamiz. Shu sababdan sadaqa degan fakirning haqqi desa, mushadagi lamni jins uchun olsak, birmuncha foyda, ba'zida yo'q bo'lgan foyda, ba'zi chiqadi. Shuning uchun Musannif rahimahulloh mushadib bir oz to'xtalib bergan gap shu. Endi Musannif rahimahulloh shu köpçük yazı köpçük üstüde amniki köpçükten ibaret şekli bağlıqını sözlep hem de bizge iliplam kirgen köplük dep şunu bayan qildim. Onu hükmünü bayan qilgandan keyin deydi ki vel cem'ul muarrafu bi gayril lami nahu abidi ahrar ammun deydi. Yani ma'rife degan fakat lam iliplam bilan ma'rif bo'lmaydisin. Ism iliplam bilan ma'rif bo'lmaydi. Balki ba'zida izobat bilan ma'rif bo'ladi, ba'zida damir bilan ma'rif bo'ladi. Bir muncha ma'rif bo'lgan shakllari bor. Endi shularning ichidan, masalan, iliplam bilan lam bo'la shart emas. Endi iliplam bilan lam ma'rif bo'lgan ism am bo'lgan chog'i, undan boshqa iliplamdan boshqa şekilde ma'rifaga aylangan ismlar, ko'plik ismlar am bo'lmayotgan chog'i bor. Daqimanglar. Yani anda o'ylab qolmanglar. Balki iliplamdan boshqa shaklda ko'plikka aylangan ko'plik ismlarmi yine am bo'laverdi. Masalan, bir odam abidi ahrar debdi. Abidi ahrar degan bo'lsa, bu mu am bo'ladi masalan? Yani bir odam mening qullarim ozod desa, mening qullarim ozod desa, yani abid degan gap al-abidning ko'plik shakli masalan. Abid degan gap abid degan so'zning ko'plik shakli. Qul, abid qullar. Abidi olgandan keyin izofat oldu. Yani ya'y mutakallimga izofat qilindi abid degan so'z. Abidi degan mening qullarim degan bu odamning qancha quli bo'lsa, hammasi ozodlab ketadi. Yani am bo'ldi degan gap. Bu so'zning hukmi am. Bu so'z am so'zga aylandi degan gap. Nimishqa desa li sihhatil istisna. Masalan, yani bir qoida, bir qoida so'zlab o'tdik. Har qanday jumlada istisno qilish durust bo'lsa, bunun da bu so'zning am bo'lishi durust bo'ladi. Yani mesela abidi ahrar illa Zeyd illa Muhammed diyaleti mesela. Mening qullarim ozod. Fakat Zeyd lam ozod emas. Fakat Muhammed lam ozod emas deb diyaleti. Mana bu bir shakl oldu. Endi Musannif rahimahulloh bizga bunu so'zlab bitib bo'lgandan keyin, yani iliplam kirgan ma'rifa, yani ma'rifaga aylangan ko'plik. Asosiy ma'rifaga aylangan ko'plikimiz am bo'la oladi deb so'zlab kelib, endi bizga am bulanmaydigan bir köpük var. Bunu sizle bitirdi. Am bulanmaydigan köpük hazırsa vaqtulifa fil cem'il munakkari. Yani cem'il munakkar. Yani üzü köplük. Lakin iliplam kirmigen. İliplam kirmigen yani nekire köpük demekçi. İliplam kirmigen köpüknen am yoki am emasligida ulamolar ixtilof qilishdi dedi. Vel ekseru ala ennehu gayru am. Köpüncü ulamalar, yani köp sallık ulamalar iliplam kirmigen köpük şekildeki iliplam kirmigen köplükten am emes ikenligiga badi. Ularning ko'z qarashida köp sallık ulamalarning ko'z qarashi iliplam kirmigen köplük am emes degan. Ve indel ba'd, yani az ve indel ba'd yani az bir kısım ulamalarning ko'z qarashida amun iliplam kirmigen nekire köplük mu? Bu mu am buludu? Nemiş kalsa? Li sihhatil istisna. İstisna kılıç dururuz. Bunun istisna kılıdı. Mesela Allah Teala'nın kavlini ciddi mesela. Lev kâne fîhima âlihetun illallah lefesedete. Diyen ayette illallahu lefesedete. Mesela eğer asman zımında Allah'tan başka ilahlar bolsaydı lefesedete asman zemin buzulup gidetti. Asman zemini tamponluq buzulup gidetti degan. Muş ayette müşahede aliha deb Allah Teala mufrat yani ma köp aliha degan ilahning köplüki. İlahunun köplük şekli aliha. Bu aliha iliplamsız kelimeye. Fihimel alihatu demi fihima alihatun deb iliplamsız yani iki yere köplük oldu. Onu kendi illallah deb Allah Teala meyadın illa degan istisnanı şu alihadan aldı. Demek anda bo'lganda iliplamsız bo'lsin köplük am bo'lavergan
deb mal ko'z qarashni o'tirib qo'ydi az bir qismlar. Ko'p sondagilar buni nima deydi, buni rad qaytadi, anda bo'lmaydi. Bu yerdagi va nahviyun, ya'ni grammatikaşünaslar hamalu illa ala g'ayr. Bu yerdagi bu illani g'ayr degan ma'noga hamla qildi. Ya'ni g'ayr degan ma'nosiga yetkazibmiz buni. G'ayr degan ma'nosini iroda qilamiz bundan dedi. Ya'ni nima ish qanda g'ayr, ya'ni Allohdan boshqa iloh bo'lsaydi, osmon zamin tangpunligi buzib ketadi deb ma'no deymiz. Lekin agar buni asli istisno ma'nosidan ma'no etsa qanday ma'no chiqadi desa, mudacha tashqi chiqadi. Ya'ni agar osmon zaminda alihatun illalloh desa, Allahsız, yani Allahsız ilahlar bo'lsaydi, osmon zamin buzib ketadi. Ammo agar bunda bir aks ma'no chiqib qoladi. Agar osmon zaminda Allah bilan boshqa ilohlar qolgan bo'lsa, u joyda olam buzilmaydi degan bunda ma'no chiqib qoladi. Shu ma'noni chiqarmaslik uchun illa g'ayr ma'nosi bo'lishi kerak. Ya'ni Allah'tan başqa iloh, ya'ni Allah'tan başqa har qanday bir iloh bo'lsaydi buzib ketadi. Alloh bilan qo'y birli bo'lsin. Qo'y Alloh bo'lmay boshqa iloh bo'lsin. Chiqib Allohdan boshqa har qanday bir iloh bo'lsaydi, bu osmon zamindan tamponliqni buzib ketadi. Birisi qish qilaman deydi, birisi yoz qilaman deydi, birisi o'ltiraman deydi, birisi tirildirman deydi. Chuqur bir talash kelib chiqadi bu yerda. Tamponsizlik kelib chiqadi. Deb shu nahvshunaslar shu sababdan g'ayr deganga hamla qilgan. Uning keyinidan agarda illa bir istisno bo'lgan bo'lsa, illalloha deb ma'no etish kerak deydi. Zabar qo'sh kerak deb, balki bu damma illallohu deb damma qo'yilgan deydi. Demak, shunda bir muncha bir bo'lik sabablar bor. Shu sabablardan nima qilinmadi? Bu yerdagi nekira, ya'ni ilib lam kirmagan nekira ko'plik am bo'lanmay qoldi. Ve minha amda şu amның sözlüklerini qatardı. Yani bu amның şekli am bunda şekilde mi keladi deydi. Amның sözlüklerini qatardı. El mufradul muhalla billam. Hamdi abatki el mufradul muhalla, el cem'ul muhalla billam abatki. El cem'ul muarrafu billah o'xshash gap. Yani lam kiygan ko'pchilik dedik. Hamdi ma lam kiygan muhalla deganmi, ya'ni zinnatlangan, jabdulgan degan bo'tu. Yani lam kirgen demekçi. Yani elif lam kirgen birlik. Bazen elif lam kirgen birlik var. Elif lam kirgen birlik'in içinde biz tekrar sözlemeyimiz. Biz elif lam'ın qanchaga ketganligini, 4 tane o'rniga ketganligini so'zlab o'tdik. Shuning uchun istig'roq deb beyakidu. Agar ahadga yetqizg'ili bo'lmasa, elif lam ma'nosi istig'roqga yetkazamiz. Mushu istig'roq kelganda qancha muflat birlik kelgan bo'lsa-mu, buning ma'nosi am bo'laverdi. Masalan, idza lam yakul lil ma'hud degan, ya'ni ilib lam ahdi xariji uchun bo'lmaylam qolsa, ilib lam ahdi uchun bo'lmaylam qolsa, bu shu ilib lam yani istig'roq uchun bo'lsa, demakchi, bu vaqtda nima bo'ladi? Bu ilib lamning bu am bo'ladi hukmi. Mesela Allah Teala'nın kavli o'xshash, innal insana lafi khusr illa allazina amanu degan yerda innal insan degandiki, al insan degan asl mufrad. İnsan degan mufrad. Ko'pchilik emas. Lekin bu mufradga nima deydi? Mufrad degan nima uchun qo'yilgan? Bir shaxs uchun qo'yilgan, biz bir shaxs uchun qo'yilgan. Mushu bir shaxsga agar inna insanan desa, bir inson degan ma'no chiqadi. Bir inson degan gapnikida bir inson nima yo'qlab ketdi? Al inson degan alif lam keydimi? Mishadagi alif lam innal insan deb haliqi inson deyildi desak, ilgari so'zlab bitilgan bir gap yo'q. Val asr innal insan deb bilan boshlandi. Ilgari deb so'zlab bitilgan bir gap yo'q. Ma'lum bir inson ko'z tutulmoqlik. Anda da al insonni ahd ilib lam ahd hamle qilamiz, nimaga ahd qilamiz? Istig'roqqa, ya'ni innal inson desak, har bir inson. Har bir inson, innal inson ya'ni har bir inson la fi khusr. Ziyankorlikda. Illallazina amanu. Faqat iymon etgan, solih amallarni qilgan, o'ziga haqiqatni tavsiya qilgan, sabrni tavsiya qilganlarla nimada ziyankorlikda emas. Uni qilgan hamma inson, butun inson, jimi inson ziyankorlikda bunda ma'lumimiz. Mana bu am bo'ladi. Misol inson am. O'zi mufrad, shakli mufrad, lekin ma'nosi hukm jihatda am bo'ladi. Va qawluhu ta'ala, mesela Allah Teala'nın kavli, mesela Allah Teala'nın ve kavlihi Teala, mesela Allah Teala'nın ve's-sariqu ve's-sariqatu diye kavli mesela. Ve's-sariqu ve's-sariqa, sariq diyemezse birlik. Bunun ma'nosi ko'plik emas, lekin bu yerda ilib lam kiydi. Bu yerda ma'lum bir o'g'ri irod qilinmoqlik. Ondan. Ve o'g'riki jinsi masalan, sala tabiitlimi uni anlaqmaymiz. Avval istig'roq qalaymiz. Ya'ni her qanday o'g'ri degan bo'ldi. Ve's-sariq o'yini. Kullu sariq degan. Her qanday o'g'ri ayol, her qanday o'g'ri er ve her qanday o'g'ri ayolning faqtavoydigan qulni kesanlar degan bo'ldi. Ma'lum bir o'g'ri emas. Demak, mishadga ilib lam istig'roqi
Muşun olan bu nima deb atalgan amdi fiqh islohiyati buni am deb ataymiz. İlla en tedullal qarinatu ala ennehu li ta'rifil mahiyye. Faqatla amdi bunda mufrat yani birlik ismga iliplam kip qalsa, bunun qarinisi yenideki cümleler, yenideki sözler bu mahiyetni bunda istiqroq uchun emas, balki mahiye yani buniki tabiatini, bilirsinizki karakterini, tabiatini, tigi takdini tushundirish uchun bizni tunishtirish uchun gap qilgan lambulab qoldigan ko'rsatilgan bir nima bo'lmay qolishligida anaqa bir dalil bo'lmay qolishligida shu vaqtida bu am bo'laverdi. Ammo buning qarinisi yani bu shu iliplam kelgan birlik ismniki qarinisi yani yanida yaqin yerlarda buniki mahiyetni tunishtirish uchun kelgan, jinsni tunishtirish uchun kelgan lekin bilinib qolgan bir qarinalar bo'lib qolsa bu chaqda am bo'lolmay qoladi. Masalan, akaltul xubza va sharabtul ma'a desak, masalan, men non yedim, su ichdim deganda al xubuz deganni nimaga ham qilamaymiz? Ahad uchun ilgirki bir so'zlangan gap yo'q, non yedim degan gapda. Uni keyin istig'roqqa qilsak, bütün dünyadaki nonni yapılamaydı. Hem nonni yedim, bütün dünyadaki nonni yapılamaydı. Yenmeydi, kuskuğun batmaydı, hem bütün dünyadaki nonni onu emez. Bütün dünyadaki sunum hiç yapılamaydı. Demek biz üçüncü yol kaldı. Üçüncü yol kalsa akatul xubza ve şerabtul ma diye yani non yedim diye gap hemen nima tamoq yedingiz desa nima degan javob olib ketdi. Non yedim. Yani non yedim degan ben non degan bir cins, non degan bir türünü yedim degan bo'lgansiz. Ve şerabtul ma su nima ichdingiz? Bepsi içtiniz mi? Pepsi içtiniz mi? Yoki asir, meyve şerbeti içtiniz mi? Ya zemzem içtiniz mi? Nima içtiniz desa su içtim. Demek bu yerdeki bu gap ta'rif. Bunu ishga narsani tunishtirish. Ishga narsa su ekan. Yegan narsadan kelgan faqat shuni bildiruvchilar kelgan. Bo'lib qoldi. Agar mushut alam bo'lmay qolsa lekinda bu chaqda iliplam istig'roq ma'noni aytamiz. Demak, bugungi dars qarindoshlar adasiz muhim. İliplam Arapning so'zi iliplamdan ajmaydi. Bak jiq uchaydi. Qanday yerde istig'roq ma'ni aytamiz? Qanday yerde iliplam ahad ma'ni aytamiz? Qanday yerde ta'riful jins ma'ni aytamiz deganni bugungi darsni tushunsangiz hammani tushunasizlar. U shuni bilan buning hukmi o'xshamaydi. Bir muncha hukmlar, masalan, eng oddiysi biz o'rgangan hukmlardan bugungi masalan zakat masraflarini bir dona faqirga bersak mutqalliq chiqdi. Chunki bütün dünyanın fakirliği bilemediğimiz, bunun ma'lum bir fakirliği tilg'ilinmalıkken, andada kimligi bildiğimiz, fakir cinsi, fakirliğin bolsa, birinin basagan mutga, ikkining basagan mutga, uchning basagan mutga ish butgan degan bir gap chiqdi degan gap. Ya'ni masraflarning ichidan demak 8 masraf bo'ldimi? 8 masrafning ichida har bir masrafdan har bir masrafdan birning basa bo'ldi degan gap. Her masrafın bir adamdan birning basa bo'ldi. Taban bo'lsa eng az 3 xil masraf basa bo'ldi degan gap chiqdi. Shundan bizning bugungi darsimiz tugadi va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin darsni yaxshi o'zlashtirishinglarni umid qilaman.